Biz internetda o'tiramiz, bizga har xil kontentlar taklif qilish boshlaydi platformalar. Platformalar bu YouTube yoki Instagram yoki TikTok deyishimiz mumkin. Bizga nimaga bu videoni taklif qilyapti yoki nimaga bitta temada qolib ketdi deydigan bo'lsak, bir qancha sistemalar mavjud, ya'ni bizga berilgan, ya'ni biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan kontentlarni ketma-ketligini platformalar taxlab beradi. Bu qanaqa bo'ladi? Birinchidan biz internetda har xil videolar ko'ramiz, ya'ni YouTube platformasida, Instagram platformasida bizga yoqqan kontentlarni taklif qilishni boshlaydi va u kontentlarni biz ko'rishni boshlaymiz. Bu kontentlar qayerdan ya'ni shakllanib qolgan, bizani qiziqishlarimiz qayerdan shakllanib qolgan, biz o'sha paytda YouTube'ga kirgan paytimizda yoki Instagramga kirgan paytimizda poyezga kirib yozganmiz, mashina, Mercedes, Devo yoki qanaqadir villa, masalan, narsalarni yozganimizdan keyin bizga rekomendatsiyalar chiqib keladi va shu narsa YouTube bazasida qolib ketadi va bizga shu narsani asosiy kontentni beradi va qolgan kontentlar va shuni atrofidagi yaqin shu kontentga yaqin bo'lgan tematikadagi videolarni taklif qilishni boshlaydi. Va ikkinchi holatdagi video bizni telefonimiz cho'ntagimizda turibdi. Biz o'rtog'imiz bilan qanaqadir uy haqida gaplashyapmiz. Kimdir uyini sotish kerak yoki kimdir ana uyini sotibdi, necha pulga sotibdi deymiz. Gaplashamiz, 5 minut to'g'risi gaplashamiz yoki kimdir mashina olibdi deydi. Ana Bevadi olibdi deydi, anaqa chempion olibdi deydi yoki xan olibdi deydi, necha pulga olibdi, qaysi salondan olibdi deb gaplashamiz, umuman gaplashamiz shu temada. Mashina tema, ko'cha tema, soqqa kredit, masalan, uy-puylar to'g'risida gaplashamiz va telefonimiz cho'ntagimizda turgan holatda bu narsani eshitadi va bizga shu 2 kun davomida 48 soat ichida bizga shunaqa kontentlarni taklif qilishni boshlaydi. Nafaqat kontentlar, balki reklamalarni taklif qilishni boshlaydi. Ko'payib ketadi. Juda ham ko'payib ketadi shu temadagi, shu mavzudagi kontentlar. Endi shu 1,5 yildan beri o'zimda sezilib kelyapti, tekshirib kelyapman bu narsani. Gapirilmagan gapi ham, ya'ni gapirilmagan mavzudagi kontentlarni ham bizga platformalar taklif qilishni boshlayapti. Bular qanaqa kontentlar? Bu siz o'tiribsiz, telefoningiz cho'ntagingizda, xayolingizdan bir narsa o'tdi. Ya'ni kelinglar, mamlakat boramiz, qanaqadir xayolimizga Toshkent City keldi. Toshkent Cityda zdaniyalar kelyapti. Ya'ni baland zdaniyalar, reklamalar qo'yilyapti hozir. Mana zdaniyalarga reklamalar qo'yishyapti va o'sha yerda uylarning narxi qimmatlashishini biz xayolimizga kelyapti. Ya'ni uylari qimmatlayapti, zo'r bo'lyapti deb o'sha yerda. Hamma o'sha yerda turibdi deymiz. Eras xayolimizga kelyapti, o'sha yerda kvartiraning nechi pul ekan. Keyin u atrofida nechi pul bo'lishi mumkin deb xayol qilamiz. 100 ming, 200 ming bo'lsa kerak, 100 mingdan 200 ming, 300 minggacha bo'lsa kerak, to'plardi. Eras telefonni olib turib, mana 5 minutda xayol qildi. Toshkent City Center, qimmat uylar xayolimizga kelyapti. Masalan, qimmat uylarda qanaqa divanlar bo'lishi mumkin, qanaqa remont bo'lishi mumkin. Eski reklamalar, Instagramda ko'rib yurgan reklamalarimiz xayolimizga kelyapti. Eras telefonni olib turib, masalan, YouTube'ga kirib Toshkent City deb yozmoqchiman yoki o'sha yerdagi bulvar deb yozmoqchiman deb uylarni narxini ko'rmoqchiman yoki uylarni obzorini ko'rmoqchiman deb telefonni olib turib YouTube'ga ikonkasiga bitta bossa, menga уже birinchi qatorga, birinchi mana shu to'piga menga Neston uylari deyapti yoki bulvar uylari deyapti. Menga birinchi kontentni o'sha yerdagi uyni menga taklif qilyapti. Bu men xayolimga kelmayapti, qayerdan kelib qoldi bu narsa, men tushunmayapman. Men u narsani gapirganim ham yo'q. Bu narsani prosta xayol qilmadim, telefonim olmadim, knopkani bitta bosyapman. Menga уже tayyor o'sha kontentni beryapti. Men qocholmayman hech qayerga, men o'shani ko'rishga majburman. Nafaqat YouTube'da, balki Instagramda ham shu darajada algoritm shunaqa ishlayaptiki, bilmayman nima deyman, balki bu neyromarketingmi, men hali yetib bormadim, lekin 1,5 yil davomida men bu narsaga sezyapman. O'ylab turgan narsamni уже platformalar taklif qilishni boshlayapti. Agar sizlarda ham shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, o'zingizlarning sohangizda yoki o'zingizlarning qanaqadir fikr o'ylab turgan bo'lsangiz, qanaqadir sex ochmoqchiman turgan bo'lsangiz, YouTube'ga bitta kirganda sex rasmi bitta chiqib qolgan bo'lsa yoki qanaqadir zavodda anaqasi
sizlar xohlagan tematikali zavodni kontenti bitta chiqib qolgan bo'lsa, esingizda qolgan bo'ladi u narsa, точно esingizda qolgan bo'ladi. Chunki o'ylab turgan narsalar voy, men gapirganim ham yo'q, hali poyezga yozganim ham yo'q-da. Kirib endi poyezga yozaman turganda tayyor turibdi-da. Bilmayman qanaqa narsasi bo'ladi, qanaqa kontentisi bo'ladi, lekin bu juda ham maza. Agar klientimizga biza bilan ishlayotgan klientlarga shu narsani taklif qila olsak, bu juda ham portlatib yuboradigan narsa. Ya'ni platformaga bitta kirganda u tayyor turibdi. Poyezd hech narsa qilma, undan tashqari gapirma, просто xayolingda o'yla bo'ldi. Platforma senga chiqarib beradi. Savol, mana agar biznes vakillari bo'ladigan bo'lsa, biznesmenlar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa reklama uchun qancha pul to'lagan bo'lardinglar? Platforma, ya'ni ikonkani bitta bosganida birinchi bo'lib sizlarni reklamanglar turganda, ya'ni sizlarni produktinglar birinchi mana shu topdi, mana shu turibsiz, mana odam xayol qilganda mana shu qo'yib bera oladigan marketing bo'lsa qancha pul to'lardinglar? Shuni yozib ketinglar. Bu yerda target to'g'risida gapirilmayapti, AdSense to'g'risida gapirilmayapti. Просто xayol qilingan narsa. Poyezdga bosib qidirib o'tdan tortilib oxiri yetib keluvchi reklamaga ilinib qolgan emas. Bunaqani bosganda chiqib kelgan sizlarning reklamanglar to'g'risida aytilyapti. Qancha to'lagan bo'lardinglar? Bir kunda 1000 ta odam YouTube'ga bitta bosyapti, 1000 ta odamga tirs etib potensial klientga sizlarga chiqarib beryapti. Uy sotasizlar, mashina sotasizlar, xuddi samolyot sotasizlar. Yozib yuboringlar.